Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hoji yaxshimisiz? Hoji mana yana bitta obyektni bitdik, Cho'katevada. Inshaalloh mana молочный rangdagi tunikadan qildik. Buni hamma yo'g'i молочный bo'ldi. Lentasi ham, bagetlari ham, mana burchaklarini chiqarib chiroyli qilib berdik. Однотонный bo'ldi bu. Uy rangiga o'xshatib, xudo xolasa. Uyda egasi o'zi shunday zakaz berdi. Endi fransiyasini ustunasini polni 4 joyda lampochka chiqarar ekan, elektriklar kelib shunday qilib berdik mana inshaalloh. Juda ajoyib chiqdi. Однотонный bo'lsa ham zo'r chiqar ekan, xudo xolasa mana. Suratlarni ham olib joylashtiramiz. Burchaklari ham zo'r chiqdi. Lentalari ham, bagetlari ham o'zining rangida bo'lib. Xudo xolasa ajoyib chiqdi. Shunday baho berib qo'yasizlar. Ba'zi frontoni ham bor. Frontoni ham beriladi dedi. Frontoni ham qilib bitildi. Eshigi qoldi, eshigini qatirib qo'ysak inshaalloh. Ham bitta xudo xolasa. Polni komplekt ishni tugatdik. Inshaalloh ajoyib chiqdi. Eshik ko'pkamiz, kalitka shundan bitadi.